Xo'p, MATLABning asosiy oynasi. Bu yerda biz MATLABga kodlar yozib ham biron-bir narsalarni ishga tushirish mumkin. Kodlar orqali, lekin biz hozir Simulink degan alohida a, imkoniyatlardan foydalanamiz. Demak, Simulinkni ichiga kiramiz. Simulinkning mana bu oynasi ochiladi. Bu yerdan bizga Blanky model kerak. Blanky model ochildi. Demak, xo'sh, bu Simulinkning o'zi. Bu yerda o'zini oynalari bor. Xo'sh, mana bu esa uning kutubxonasi. Library browser deb yozilgan. Bu asosiy qidiruv bo'limi desak ham bo'ladi. Bu yerda masalan Semscape ga kirib, Electrical bo'limiga kirsak, hop, source, semiconductor, yarim o'tkazgichli qurilmalar, o'sha passiv elementlar, kontrol qiladigan konnektor bir nimalar o'shalar bor. Biz hozir soddaroq sxemani ko'rib o'tamiz. Shunchaki qidiruv bo'limiga yozib ham qidirib topsak bo'ladi. Masalan, AC voltage. AC voltajni olib qo'yaman. Kerak bo'ladigan elementlarni olib qo'yamiz. Xo'p, AC voltage source bu o'zgaruvchan tok manbai. Agar o'zgarmas tok manbai bo'ladigan bo'lsa, DC voltage source bo'ladi. Xo'p, yana bizga kerak bo'ladigan narsa rezistor. Bitta, ikkita. Xo'p, uchta bo'lsin. Ana endi bularni o'zini bir-biriga ulaymiz. Xo'p. Uladim. Buni bu uchiga ulayman. Buni esa bu uch. Ulanganda ko'k liniya bo'ladi. To'g'ri ulansa agar. Mana bunday yarimchala qo'yib ketayotgan bo'lsa, mana qizil liniyaga aylanyapti o'zi. Uladim, to'g'ri ulandi. Xo'p, bu hozir to'g'ri ulandi. Shunchaki randni boslasam hech narsa ishlamaydi. Shunchaki xo'p, ishlaydi. Endi uni biz ko'ra olmaymiz. Ishlayaptimi, yo'qmi ko'rmaymiz. AC voltage source'da shunchaki o'sha o'zgaruvchan tok manbai beryapti. Kuchlanish, bulardan toklar o'tadi. Shu tarzda davom etadi. Lekin biz buni ko'ra olmaymiz. Ko'rishimiz uchun bizga scope kerak. Scope deb yoziladi. Xo'p, qidiruv bo'limiga bosdik. Mana chiqdi. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Xo'p, qo'ydik. Xo'sh, ana endi scope. Bundan chiqadigan to'g'ridan to'g'ri elektr signalni bunga uzatib bo'lmaydi. Hozir tushuntiraman. Xo'p, bizda kerak bo'ladigan element yana bittasi electrical reference. Shunaqa yozamiz, enterni bosamiz. Electrical reference olib qo'ydim. Bu ground, ya'ni o'sha zaminlagich yerlashtirgich. Ulaymiz minus tarafga. To'g'ri ulanmadi. Yaqinlashtirsak o'zi ko'k liniyaga aylanganda qo'yib yuboramiz mana. To'g'ri ulandi. Xo'p, endi sxemani hisob-kitobini olishimiz uchun bizga solver configuration degan narsa kerak bo'ladi. Solver con. Mana shuni yozasizlardagi enter bosasiz. Xo'p, fx0 degani bor, o'shani qo'yamiz. Sxemani hisob-kitob qiladi. Xohlagan joyga ulab qo'ysak bo'ldi. Option shu yerdagi sxema hisob-kitobini qiladi. Xo'p, ana endi bunday hisob-kitoblar bo'lyapti. Bunga uzatishimiz kerak. Nimani uzatamiz? Nimani ko'rmoqchimiz? Masalan, tok deylik. Tokda o'zgaruvchanligini yoki kuchlanishda o'zgaruvchanligini. Xo'p, kuchlanish bo'lsin. Voltage
sensor, voltage sensor. Bu voltmetr desak ham bo'ladi. Voltage sensorda olamiz. Mana plus tarafi plusga olib keldim. Ularni minus tarafini shunchaki mana buni minus tarafiga olib ulab qo'yaman. Xo'p, bundan chiqadigan signal oddiy signal emas. Mana bu bilan, ya'ni skop bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanmaydi. Mana yoniga olib kelaman ham. Biz taxlovchi belgisi bor, mana mumkin emas, unday ulab bo'lmaydi. Shuni yarim yo'lda tashlab turaman, mana qizil liniyaligicha qolsin. Bundan keladigan signalni, bundan keladigan elektr signalni bunga fizik signal qilib uzatishimiz kerak, skopga. Ya'ni o'sha bu yerda voltage sensordan keladigan elektr signal skopga fizik signal bo'lib o'tishi kerak. Bunga bizga konverter kerak. Ya'ni shundan shunga uzatuvchi degan narsa. Buni PC converter, simulink converter deydi. O PC deb yozsak, PS mana deb yozsak chiqadi o'zi. Enterni bosamiz. Mana PC simulink converter olaman va shu yerga qo'yaman. Demak, bundan chiqadigan signal keldi. PC simulink converterga mana ulandi. Ulanganda o'zining liniyasi bo'yicha to'g'ri ulandi. Bo'lmasa qizil bo'lib qolardi. Xo'p, bundan chiqadigani esa shunchaki skopga olib keldi. Ana endi bir ikkita parametrlar qoldi. Salgina realniroq qilishimiz kerak. Masalan, 6 voltage source'imiz 1. Xo'p, shu holatda tursin, mayli. Bular 1 ohm qarshilikka ega ekan. Bular barchasi 1 ohm qarshilikda turibdi. Demak, randni bosamiz shunchaki. Bo'ldi. Sxema ishladi. Ana endi skopga kiramiz. Skopda buning grafiki chiqdi. Faqat bu biz ko'radigan holatda emas. Birinchi ko'radigan odam buni xato deb o'ylaydi. Buni o'zimiz ko'radigan ko'rinishga o'zgartirib olishimiz kerak. Bu hozir sinusoidal grafik bo'lishi kerak. Xo'sh. Ko'rinishi xunuk holatda bo'lib qoldi. Mana bu qisman ajoyibroq ko'rsatyapti. Mana ko'rinishini. Biz ko'rgan holatda sinusoidani ko'rishimizga olib keldik. Ya'ni boyagi holatdan ko'ra yaxshiroq. O'sha sinus qonuni bo'yicha tebranayotgan kuchlanish grafiki mana shu. Mana 1 volt edi. 1 voltga boryapti. Bu yoqdan qaytyapti o'sha -1 voltdan o'zgaruvchan holatda. Qisqacha shu oddiy elektr sxemanik. Ana endi yana bitta narsani qilib ko'ramiz. Bu masalan AC voltage source. Buni hozir ikkala uchini ham xullas shuni o'zini yo'q qilib yuboramiz. Delete bosamiz. Ulanmagan hech narsa bo'lib qoldi. Ana endi DC ni olib kelamiz. DC voltage source ni. DC nima? Bu o'zgarmas tok manbai. O'zgarmas tok manbaini ulaganimizda nima jarayon bo'ladi? Mana bu ulangan liniyasini ham o'chirib qo'yamiz. Kerak emas endi bizga. Mana uladim. Ana endi qaytadan random bosaman. Bo'lmasa boyagi grafik. Ana endi skopga kiramiz. Skop nimani ko'rsatadi desa, skop hech narsani ko'rsatmaydi. Skop 0 sekund mana 0 dan to nechigachadir boradi. O'shangacha endi biz nechigacha emas, mana bu yerda hozir 10 gacha borish kerak, chunki 10 gacha sanatyapmiz buni. 10 gacha, 10 sonigacha simulyatsiya qilyapmiz. 10 sekundgacha aniqrog'i 1 voltni ko'rsatyapti mana. 1 volt o'zgarmas tok. 1 volt o'zgarmas kuchlanish aniqroq. O'zgarmas tok emas. Tamom, mana. Qaytadan chizamiz.
Xullas shunaqa.